Siz aniq bunaqa mashinani уже ko'rmagansiz. Mashinamiz XPM P7 Ultra Wing mashinasi. Yangi model seriya matoviy rangda. Eshiklarini qarang, tepaga ochilishini 0 dan 100 gacha mashina atiga 3,7 sekundda chiqadi. 750 km zapas xod. Pnevma podveska. Mashinada Yo Comfort'da o'zi yo'q. Balonlar R21 raznashiroki perforatsiyali pnevma podveskalar bor. Orqadan ko'rinishi ham ancha chiroyli. Hamma joyi elektronli. Eshiklari tepaga elektrondan ochilib yopiladi. Karbon elementlari mashinada juda ham ko'p. Salonda ham вообще hamma yoq nima boshqa dunyo bo'lib turibdi. O'rindiqdan ham mashina juda chiroyli ko'rinadi hamda salonda alkantara koja ishlatilgan. Men buni bilmadim-ku, lekin head-up display bunaqa katta razmerda hali ko'rmagandim. Bu mashina sideniyani cheti sportivniy bo'ladi, ya'ni elektronni o'zi siqib, o'zi qo'yib yuboradi. Bu ham ancha sizga yordam beradi. 93 kilovat yomkostga ega hamda mashina 750 km yurib beradi. Mashinada 3,7 sekund 0 dan 100 gacha razgoni qoyil. Bagajini hajmini bitta ko'rsanglarchi, bu liftback hisoblanadi. O'sha orqa labovi ham birga ochilib yopiladi. Xullas bu mashinani olganingizdan keyin hammaning ko'zi sizda bo'ladi, chunki deganda shaharda 2-3 tadan ko'p bo'lmasa kerak bu mashina. Xiaopeng P7 Ultra Wing mashinasi. Narxi keladigan bo'lsak, naqd 54.800 qilib beramiz. To'g'ri nomerlarga chiqadi. Mashinani ko'rib, tepasida baraka qilsak bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqing. Mashina lekin to'g'risini ayting, yo'q unaqasi.